Xo'p, yana telefon bo'lyapti. Menimcha Shuhrat. Shuhrat Musayev telefon qilib olingni yozgan ekan. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah. Charchamasdan Shuhrat Musayevman. Tinchmisiz? Uyga Alhamdulillah. Yaxshi, alhamdulillah. Siz meni lekin yomon noto'g'ri tushunib tashlayapsiz bor-ku. Sizlar meni yomon noto'g'ri tushunib tashlabsiz-da o'shanga. Men sizni noto'g'ri tushunmadim. Men ham sizni noto'g'ri tushunmadim lekin. Siz bu yo'lda mana shu YouTube yo'lida eng boshlagan paytingizda yoningizda turib, o'sha yerda kerak bo'lsa YouTube'laringizga qarab, yoningizda turib, Xizbik bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yoningizda turib bergan bo'laman. Manchalik sizni yoningizga olib internetga birortasi chiqmagan. Oxirida pichoq sanchib olyapsiz-da. Qo'ying menga nima yarashadi, menga qaysi ko'ylak yarashadi, qo'ying men o'zim hal qilay shuni. Maylimi? Bizdagi oqibat mana shu qilib yurgan. Yo'q, oqibat turibdi, mana telefonni topa olar ekansiz. Birov telefon qilib. Qidirib, topdim. Topa olyapsiz-ku. Yo'q, topa olasiz. Men yomon gapirdimmi? Yomon gapirdingiz. Endi chiqib aytayaptiki, qarang. Meni deyapti, urib, yechintirib, videoga olgan deyapti. Urib, yechintirib videoga olgan deyapti. Endi tasavvur qiling. Urib, yechintirib videoga olgan ichki ishlar bo'lsa, men erkak kishiman. Mana shu Guli Ra'no bir ma'noda meni sizni opa singlingiz qatorida bo'ladi. Shu Guli Ra'noni kimda kim urib yechintirgan bo'lsa, videoga olgan bo'lsa, qonun yo'l bersa borib sindirib tashlayman men. Guli Ra'noni himoya qilib. Va qonun agar buni o'zim chora ko'raman desa, 5 yildan 10 yilgacha berish kerak unga. 235. Ochib ko'ring statiyani. Men bilaman usta. Endi masalani ikkinchi tomoni. Tuhmat bo'lsa-chi, Shuhrat? Hozircha javob bersa. Shuni ko'tarmaysizmi? Men masalani maydonda yo'q, shuni aytmaysizmi? Abror Muxtor Ali nimani chiqib gapiryapti? Abror Muxtor Ali faqat bir tomonni yoritayotgan odamlarga aytayaptiki, to'xtalaring deyapti. Voy, qarshi taraf ham bizni millatdoshimiz, akamiz, ukamiz, uni ham onasi bor, uni ham xotini bor, uni ham oilasi bor. Nimada tuhmat qilyapsanlar deyapman. Siz aytyapsiz, aralashma deyapsiz. Shuhrat, masala bor. Men zakazga ishlamasligimni bilsa siz bilasiz. Men prosmotr uchun qilmasligimni ham ijtimoiy tarmoqda birga ishlaganmiz, bitta ofisda o'tirganmiz. Esingizda bor, to'g'rimi? Meni ofisimda o'tirardik. Bilsa siz bilasiz. YouTube'ni, Instagram'ni rivojlantirishlikda asosan yordam bergan, xizmat qilgan sizsiz. Har doim e'tirof qilaman buni. Lekin hozir qani oqibat deyishlikka men haqliman, Shuhrat. Qani oqibat? Yo'q. Siz bu yerda borki, endi bir yo'l tarafini qarang. Men Guli Ra'no temasiga aralashmadim. Nimaga? Sifat chiqib ketdi. Hamma o'sha temada. Bu bir. Ikkinchidan, men kuzatyapman Sastarani. Sizga hamma yo'lda, men kommentariy qattiq ko'rsam, kirib kommentariy hamma yo'lda tosh otilyapti-da. Siz tushuning, sizni hurmat qiladigan insonman-da. Bu narsa menga yoqmayapti. Men bolalarga telefon qilman, yig'ishtirlaring bu temani. Millatimizni bo'lib tashlayapti. Hamma o'ziga tarafkash qilyapti. Kim tarafida bo'lishini belgilab, ertaga butun millat bir-birini go'shtini yeb tashlaydi. Gap yo'q. Bu narsa kerak emas. Bunga gap yo'q, buni eshitdim. Bunga gap yo'q. Lekin Shuhrat, masalani romantikasini olib tashlab, real ko'z bilan qaraganda, men bu temaga endi aralashamiz. Sizdan murojaat, sizga ham. Shu masalaga aralashasiz, o'sha ayolni meni urib, yechintirib, majburlab videoga olishdi degan da'vosi Kun.uzda maqola bo'lib chiqqan, Sirojiddin Media buni doim kontent qilib ko'targan, shu narsani orqasiga tushamiz. Agar bu isbotlansa, Guli Ra'noni oldiga borib turamiz qalqon bo'lib. Kim qarshi? Dunyo qarshi bo'lsa ham unga qarshi qonuniy chora ko'rdiramiz. Agar qonuniy chora ko'rmasa, davlatchilik bu savol ostida qoladi. Qonuniy chora ko'radi. Endi 235 bo'lmasa, unda Guli Ra'no va uni atrofida shuni mana shu gapini qo'llab-quvvatlaganlar javobgarlikka tortilishi kerak, Shuhrat. Tortilishi kerak. Bu ertaga boshqa gazak beradi, boshqa tomonga olib ketadi. Ertaga yana bittasi yalang'och bo'lib oladi-da, meni deydi majburladi deydi. Qarang, ustoz, qarang.
O'zbekistonda o'sha dinimizga bo'layotgan juda ko'p tajovuzlarni, har xil firqalarni, yo'l, hizbiysi bormi, boshqasi bormi, unisi bormi, bunisi bormi. Siz o'sha joyda bizga muhimroqsizda. Chunki bunaqalarni agar noto'g'ri ish bo'lsa, biz o'zimiz qachag'ini chiqarib tashlashga aqlimiz yetadi. Shuhrat, ular qolmadi maydonda. Yana qaytib eslataman, Shuhrat, biz bir armiyamiz. Shu vatanni, shu millatni, yoshlarini ma'lum bir qismi sizga, menga quloq solib turibdi. To'xta, nima mavzu degan joy. Hozir bu yerda rangli inqilobga tayyorgarlik ketyapti. BBC olib chiqyapti, El-Tuzi boshqasi olib chiqyapti. Maqsad boshqa. Bu yerda bu Gulranoni nomusi oqlanishi tarafdori 100% manman. O'shaning uchun aytayapman, Gulrano, seni tarafingni olyapman, sen bilmayapsan deyapman. Lekin, yo'q deyapti u. Men ham Gulranoga o'xshab, ichki ishlarni yomonlashim kerak, ular zulm qildi, 235 bor deyishim kerakni. Ayolda endi bir hissiyotga berilyapti. U yo'q u. Agar bo'lsa, mana siz boshqalar qani chiqib, o'sha Sirojiddinga ham ayting chiqani. Gulranoga savol bersinchi, 235 bo'yicha. Savol bersinchi, yana bitta savol bor bu yerda. Nimaga soliq xodimi ishdan haydaldi? Majburlab yechintirilgan-ku u. Nimaga haydaladi u? Majburlab yechintirilgan odam nimaga haydaladi? U chiqib aytmaydimi, meni majburlab yechintirilgan edi. Men pokizaman bu yerda, faqat qarz so'rab kelgan edi demadi. Nimaga? Bu savol narsalar bo'ladi. Bizni ayollarimiz, singillarimiz bu hodisadan ya'ni qanaqa chiqib ketadi? Ertaga nima problemalar bo'lishi mumkin? O'shani oldini olaylik deb men gapirdim. Bilaman menga bunaqangi trolling bo'lishligini. Bilasiz meni ko'chada ya'ni qanaqa obro'yim, qanaqa odamlarning ichida e'tiborim borligini. Men u e'tibor uchun yashayotgan odam emasmanki. Odamlar butun boshli bir ya'ni terroristlar hujum qilib kelyapti. Nima qilay? Indamay ko'zimni yumib turaymi shu hammaga hujum bo'lsin deb? Yo'q, Shuhrat, meni yaxshi bilasiz. Siz ilmiy darajada gapirasiz. Eslasangiz, boshida ham siz bilan o'shda o'tirib, birga videolar qilayotgan paytda ham aytaman. Soddaroq gapiring dedingiz. Siz soddaroq gapiring. Odamlar tushunmay qoladi. Ilmiy daraja u qiyin masala dedim. Shu narsa hozir ko'pchilikning orasida ziddiyat kelib chiqaryapti-da. Ya'ni o'sha ilmiy darajani tushunmayman. Men-ku tushunaman. Ziddiyatga nuqta qo'yish kerak. Shuhrat, siz mana shu masalani o'rganing. Men aytmoqchi bo'lgan narsamni qisqa yana qaytib aytayin. Mana shu mavzuni to'xtatish kerak. Qanaqa to'xtaydi bu? Xalqning hissiyotiga o'ynayotgan blogerlarga aytish kerak. Sirojiddin, siz bu ayolni urib yechintirilgan deb xalqni hissiyotiga o'ynayapsiz. Yolg'on informatsiya tarqatyapsiz. Yo isbotini keltiring, yo bu Gulranoni shaxsiy da'vosi, men buni tasdiqlamayman deng, yoki jinoiy javobgarlik bo'lsa, uni bo'yningizga oling. Mana shu bilan to'xtaydi. Menga aloqaga chiqsangiz, mana hozir shu jonlida gaplashmasdan telefonda gaplashsak edi, men sizga tushuntirardim. Hozir tushundingizmi meni nimaga aralashganimni? Ya, men tushunib oldimmi? Tushundingiz-a? Men obro' uchun, boshqa uchun masakanmi, terror masalasiga o'xsharkanmi meni aralashgan mavzuyim? Yo, unisiga gap yo'q. Bo'ldi, Shuhrat, siz meni bilasiz, tushunasiz. Men bu mavzuni terror masalasi bilan bir xil ko'ryapman. Bu yerda jamiyatga qarshi oyoqlantirish bor. Davlat bilan xalqning o'rtasini ikkiga ajratish bor. Ichki ishlar, bitta-ikkita odam mas'uliyatsizlik qilgan bo'lsa, butun boshli tizimni yo'qotish kerak degan, chetda yurgan aslidan kamolga o'xshagan sotqinlar bor. Nomusini sotgan, oilasini sotgan odamlar bor. Ularga bu mavzu kerak. Ularning bosh temasi bo'lib turibdi hozir. Himoya qilishimiz kerak qo'limizdan kelgancha. Bizga muhtoj emasda bu himoyaga, lekin biz o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Farzandimiz bor, qizimiz bor, ayolimiz bor. O'shani aytmoqchiman, Shuhrat, rozi bo'lasiz endi shu. Mana ozgina gapim bor. Nima aytaman? Bir minut vaqtingizni olaman endi. Gapiring. Siz meni unaqa xafa qilmang. Shuhrat deb anetda gapirozman. Miyalarim qizib ketyapti. Xuddi o'tinmaydi, dushmanga gapiryotgandek gapiryapti.